Toshkent shahar soliq boshqarmasi tomonidan poytaxtimizning Yunusobod va Shayxontohur tumanlarida ham tadbirkorlar bilan ochiq muloqot va seminarlar tashkil etildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Xabaringiz bor, Prezidentimizning kichik biznes subyektlarining o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy shart-sharoitlar yaratish to'g'risidagi farmoni qabul qilingan. Toshkent shahar soliq boshqarmasi mutasaddilari tomonidan Yunusobod tumanida tashkil etilgan seminarda mazkur hujjat shu kungacha tadbirkorlarni qiynab kelayotgan, ularni shaffof va ochiq faoliyat yuritish uchun to'sqinlik qilib kelayotgan ko'plab masalalarga yechim topishi aytildi. Seminarda ishtirok etdim, ko'p narsalarni tushundik. Har bir savolimizga batafsil javoblar oldik. Bu seminarlar men o'ylaymanki, doimiy ravishda davom etib tursa, bu har bir insonga manfaatli bo'ladi va albatta biz to'g'ri, halol ishlasak, davlatimiz tomonidan yangi imtiyozlar yaratilib borilaveradi. Shayxontohur tumanidagi tadbirda ham farmon kichik biznes subyektlari uchun soliq va ma'muriy yuklamani kamaytirishi, tadbirkorlik faoliyatini yanada qo'llab-quvvatlash hamda biznesning qonuniy va shaffof rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishi tushuntirildi. Prezidentimizning farmonlari tadbirkorlarga tanishtirildi. Barcha yengilliklar keyin tadbirkorlar tomonidan o'zini qiziqtirgan savollarga tegishlicha va to'liq javob olib ketishdi. Umuman ovqatlanish bo'yicha mana legallashtirish, ya'ni ishchilarni rasmiylashtirish bo'yicha elektronniy, ya'ni bu soddalashtirildi bu narsa. 1 kundan 7 kungacha, 7 kundan 1 oygacha rasmiylashtirish bu ham juda qulay keldi tadbirkorlarga. Oldingi tizimda bu narsa juda ham murakkab edi. Shu farmon tadbirkorlarga juda qulaylik va yengilliklar berdi. Seminarda farmon tadbirkorlar uchun mavjud bo'lgan ayrim byurokratik to'siqlarni bartaraf etib, iqtisodiyotda yashirin aylanmalarni qisqartirish, biznes yuritish muhitini yaxshilash va mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishda muhim ekanligi ta'kidlandi.